kimdir so'rabdi, AQShda men eshitdim, kapelnitsani hamshiralar bermas ekan deb. Mana bu bitta bemorni, masalan, bitta bemordagi kapelnitsa dorilar mana 1 2 1 2 3 4 5 6 xil dorilar ketyapti mana kapelnitsada. Hammasi bir-biri yoniga qo'yilgan va shuni hammasini 100% hamshira boshqaradi. Bu dorilarni hammasini nomini bilish kerak, ularni qanday sabab bilan bemorga berilishini bilishimiz kerak va ularning bir-biri bilan ta'siri qanday, bemorga qanday ta'sir qiladi. Masalan, bitta dori ikkinchi doriga birga berilganda boshqa xil ta'sir qilishi mumkin. Mana shularni hammasini bilishimiz kerak va tepada monitorda bemorning qon bosimi, yurak urishi, kislorodi, boshqa asosiy belgilari turibdi. Mana shularni jonlantirish bo'limida hammasini kuzatib borishimiz kerak va agar qandaydir o'sha belgilarga agar yuqorilashsa yoki sustlashsa, agar mana shu dorilarni qaysi birini dozasini almashtirishni biz bilishimiz kerak va buni juda ham qisqa vaqt orasida qila olishimiz kerak. Mana shunaqa. Mana bu yerda pastda arterial liniyatsiya bor. Arterial line deymiz biz. Bemorning arteriyasiga qo'yilgan mana bu trubchka va qon bosimini to'g'ridan-to'g'ri mana shu arteriyadan o'lchaydi. Bu eng tez qon bosimini o'lchab beradigan narsa. Va ikkinchisi CVP deyiladi, ya'ni yurakning tepadagi o'ng qorinchasidagi bosimni o'lchab beradigan sistema. Mana shunaqa.